Bu safar aniq o'g'il bo'ladi-ku, o'g'lim sezmayapti. Aniq o'g'il bo'ladi. Tabriklaymiz, papasha. Yana qizli bo'ldingiz. Nima? Qiz? Endi bunisini ismini nima qo'yaman? Birinchisi qiz tug'ilganda o'g'ilga umid borligi uchun ismini Umidaxon qo'ygandik. Keyin yana qiz tug'ildi. Bunisi albatta o'g'il bo'ladi deb ismini O'g'iloy qo'ydim. Uchinchisi ham qiz bo'lgandan keyin, bo'ldi endi dedim, to'xtasin dedim. Ismini To'xtasinxon qo'ydim. To'rtinchisini Orzuxon qo'ydim. Baribir o'g'ilga orzu bor edi. Adasi yana qizli bo'ldingiz. Unda taksida kelib o'g'il. Endi bunisini ismini nima qo'yasiz? Zaynab. O'g'il tug'ilish uchun qanaqa irim-sirimli qilmadim. Bu safar o'g'illi bo'ling deb daraxtga niyat qilib ip boyladim. Menga qara. Ertalab 5:32 da mana bu sovunni olasan-da, chap o'rningga qo'yib, bir marta hidlab, 3 marta o'g'lim kel deb chaqirasan. O'shanda o'g'illi bo'lasan, xo'p? Mana. Hozir og'zingga tuplayman, keyin menga o'xshab 10 ta o'g'illi bo'lasan. Boboyi tupigidan oshqozon ham 1 yil yazva bo'ldi. Dadajon, bilamiz, siz har safar o'g'il kutdingiz. Dadajon, xafa bo'lmang. Hali biza 10 ta o'g'il o'rnini bosadigan qiz bo'lamiz. Sizga mashinalar, xon saroyidan oila sovg'a qilamiz. Dadajon, siz bizani qahramonimizsiz. Iltimos, bizani o'g'illi bo'ling. Olam shodliklari sendadir qizim. Hayotim yoritgan yorug' yulduzim. Yaratganga sanolar bo'lsin ming bor.